Voy, ana yedi o'sha pomidorni, 7 ta yedi, 6 ta bo'lib qolibdi. Endi kelin shunga uradi-da. Menga qara. Nima qilib o'tiribsan? Qornim och, ovqat qani? Xamir tinsa, mana qarang, 6-pomidor, 7-pomidorni qidirishibdi. Qanaqa pomidor? Nima ichyapsan? Nima bu? Voy, oyim sizni o'ylab olib kelibdilar. Bir taliqa mehmonlarga qut qo'ydim. Adam endi O'zbekistonga tabiiy mevali sharbatlarni olib kiryapti. Masalan, qarang, mana bu qora smarodinali bor, anorli bor, shota tutli bor, qovunli bor, o'rili bor, eng qizig'i. Kakran mana qarang, assortimentligi siz uchun shuni yuragingizga yaxshi. Menga qara, o'zingni ham so'qib qo'yishdimi deyman anorligidan-a? Menga qara, namuncha paslar, adaylar, buni yashik-yashik olib qo'ysa bo'lmaydimi? Bitta bitta kuyovlar. Voy, podolga tushirib qo'yganman yashi. To'xtang, nima sizga o'zi olib kelishlari kerak? Shunda kuyovlarga olib kelmasalar, kimga olib keladi? Qo'y, uni qo'y, qat sotayotgan ekan, magazinlarda bormi? Magazinlarga o'sha sotuvga chiqqan bemalol olsangiz bo'ladi. Mana qarang, sovuzligini ichib o'tirman. Men sizni organizmga foydali. Umuman ximiyat yo'q ichida. Qaynadan olib kelarga men nima olaman? Pas.